Stonehenge'ga kim asos solgan? Bu borada beparasat 3 ta g'oya bor. Birinchisi bu devlar, ikkinchisi sehrgar Merlin, uchinchisi esa bu o'zga sayyoraliklar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Angliyada joylashgan Stonehenge'ga xush kelibsizlar. Bu tarixiy joy hattoki Misrdagi piramidalardan ko'ra yoshi ulug'roq, chunki bu joyga 5000 yil oldin asos solingan edi. Haligacha savol tug'iladi. O'sha paytda 250 kilometrli demak uzoqlikdan kim bu og'ir toshlarni bu yerga olib kelib yig'ib qo'ygan? Axir eng katta toshning og'irligi 25 tonnagacha. Endi o'sha paytda bu joyga asos solinganda qanaqangi maqsad qo'yilgan? Tarixchilarning fikriga qaraganda bu joyda maxfiy qabriston bo'lgan. Boshqa olimlarning fikriga qaraganda bu yerda maxsus observatoriya bo'lgan. Lekin aynan o'rta asrlarda druidlar bu yerga oddiy xalqni hech qachon yaqinlashtirmagan edi. Hozir esa bu yerga bemalol har bir 25 funt sterlingga ega bo'lgan turist kelib, katta xolasining uyida yurganda yurib, mana shunday befarosatga o'xshab o'tib ketishi mumkin. Aytgancha, bu joy geologiya nuqtai nazaridan ham juda katta sirga ega, chunki har yili bir necha millimetrga qarab bu toshlar siljiydi va cho'kadi. Do'stlar, oradan 5000 yil o'tdi va odamzod haligacha bilmayapti. Stonehenge o'zi nima? Bu muhandislik bilan bog'liq bo'lgan juda katta befarosat muvaffaqiyatmi yoki bu juda ham sirli qurilishmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Javoblarni ushbu videoning tagida izoh tarzida kutib qolamiz. Aytgancha, Stonehenge haqidagi barcha to'liq videolarni shu kunlarda Mr. Otabek TV kanali orqali tomosha qilamiz va bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Angliyada Stonehenge'da ko'rishganda ko'rishguncha.